Ijtimoiy tarmoqlarda Xonqa tumanida daraxtlar kesilishi bilan bog'liq xabarlar yuzasidan quyidagilarni ma'lum qilamiz. Tumanda jami 1379 gektar bog' mavjud bo'lib, 231 ta fermer va qishloq xo'jaligi korxonalariga biriktirilgan. Ayni kunda shundan 110 gektari hosildorligi past va eskirgan bog'lar hisoblanadi. O'tgan 2024-yilda 30 gektarga yaqin bog'lar yangilanib, eksportbop intensiv ko'chatlar ekilgan bo'lsa, joriy yilda ham 55 gektarda yangilash ishlarini olib borish belgilangan. Xabarda keltirilgan Davron fermer xo'jaligiga qarashli 2,5 gektar bog'dagi ko'chatlar ekilganiga 15 yildan oshgan va hosildorligi kamayib, bog'ni yangilash zarurati yuzaga kelgan. Dastlabki bosqichda bog'ning 0,4 gektariga hosildorligi yuqori bo'lgan eksportbop o'rik ko'chatlari ekilishi rejalashtirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'layotgan blog egalaridan ommaga yetkazayotgan xabarlarini noto'g'ri talqin qilmasdan, xolisona yondashgan holda to'g'ri axborot tarqatishlarini so'rab qolamiz. Zero yolg'on axborot tarqatganlik qonunda belgilangan javobgarlikka sabab bo'ladi.